Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyadası da gacırız ya. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü ıslaq 2020 yıl 7. ayının 27. günü. Hepteki düşembe. Bugünkü vaziyet doğrusu da işe kelime söylüşümüz gerek idi, lekin bunu vaziyet değil, bulamdı, bulmamdı bir iş. Tönügülletin Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin siyasi kengeşinin başlığı Wang Yang Efendi Beijing'de Milletler Komiteti yaki Dini İşler Komiteti'nin yığınını açıptı. Televizörde şunda gördüm ki bu yığınına katnaşkan Miyazu Kiyazu degen milletlerden başka yani takır dopuluklar ve başkalar oturdu. Böyle badam dopuluk yok. Birini mi körsetmedi? Bundan qarğanda Cumhur Halk Cumhuriyeti Hükümeti Uyghur degen bu milletne iştirep qatadan çıqırıp etdi mi? Yaki o yakında müstakillikini jakarlaydı boldular dep tizimlikten üçedi mi? Bu bir simvollik körüz düştü mü? Badam dopuluk bir Uygur'unu körsetmegenge qarğanda. Chet ellerde hazır başlanğan yaki uçuq aytqanda 6. ayının 17. günüdün başlap, yani Prezident Trump Uyghur kişilik hukuk siyaset kanunu'na imza koygandan başlap, chet elde götürülgen Uygur'a karşı turuş, Uygur'unu yokutuş, Uygur'unu xunuklaştırış, Uygur'unu hakaret kılış, Uygur'un Orta Asya'da baş götürüşüge karıştırış. Erkitigi münasibetli kalda Wang Yang şu işini kıldı mı ya? Mana bu ne? Biz vaziyette batayımız hürmetli vatandaş. Onun üstüge biz endi vaziyet doğrusu eysak hazır. Devlet İşler Katı Mike Pompeo'nun Kaliforniya'nın Nixon namıdaki kütüphanada sözlügen not hazır dünyaga ot koyuverdi desek boludu. Doğru betleri Xitay analizçileri köprek ben şunu göreleymen, başkanı görelmeymen. Analizçileri hazır xil nokta, xil taraftan tahlil qilishga başladı. Biz bugün şu notukla vatandaşlara en ahırkı işki kısmını anlatımız ve sizlerge leksiya kılıp sözleyimiz. Onundan keyin andan sizler bilen birlikte kısaca bir muhakeme edip barımız hürmetli vatandaşlar. Şu notukla en ahırkı işki parçası. Bu dikkatınlarga sazavar boludu da pişinemen en ahırkı işki parçası leksiya. Hürmetli vatandaş. Amerika Koşmuş Ştatlarının Devlet İşler Katı Mike Pompeo Kaliforniya'nın Nixon namıdaki kütüphanası da notuk sözledi. Bu notukun ismi Komünistik Cungo ve Erkin Dünya'nın kelgüsü. Komünistik Cungo ve Erkin Dünya'nın kelgüsü. Bugün biz Devlet İşler Katı Mike Pompeo sözlügen notukla Xitay tiliga tercüme kılınış ve Xitay tilinden Uygur tiliga tercüme kılıp bugün en ahırkı işki parçalık yani sözleyimiz vatandaşlar. Yani biz bunu başlaganda devam edip başlayımız. Ben vatandaşların bu ahırkı işki parçalık şeye dikkat kılıdık Allah'ı işini. Cungo'nun ötmüşteki Sovetlerge okşamaydıgan bir tarafı var. Cungo bütün yer işari iktisadı bilen çunkuru bağlanıp gitti. Beijing'den bizge yani Amerika'ya tayinişi, bizden yani Amerika'nın Cungo'ya tayinişinden artık. Ben saklanğılı bolmaydıgan bir devirde turuvatımız degen sözlerini kabul kılalmayman. Köpçeket bu xil sözlerde bazı kılıklarını perez kılışıdır.
Cungo'nun zomagar davlatga aylanishi kelgusi dunyoning muqarrar vaziyatidir deyishidir. Bizning qilayotganlarimiz cho'qim mag'lub bo'ladi demaymiz. Chunki Amerika hargizmo zavolga yuzlangani yo'q. Bu yerda zavol deganda hozir jungoliklarning ko'z qarashi, Amerika zavolga yuzlandi degan bu ko'z qarash hozir Jungo kompartiyasining ko'z qarashi. Jungo matbuotlarining ko'z qarashi, Jungo jamiyatining ko'z qarashi. Shunga bu yerda hozir davlat ishlar kotib Mike Pompeo nima dedi? Chunki Amerika hargizmo zavolga yuzlangani yo'q. Men buningdan sal burun Myonxinda mundaq degan edim. Erkin dünya yana üstünlükte turvatıdı. Dünyanın her qaysı joylaridan kishilar yana echib etilgan jamiyatga kelib, o'qishni, xizmat qilishni va oilasiga baxt yaratishni o'ylaydi. Aldirab tinib, chung-chungga berib, o'ltiraqlashib qilishni xohlaydigan bir kishi yo'q. Aldirab tinib, chung-chungga berib, o'ltiraqlashib qilishni xohlaydigan bir kishi yo'q. Men hozir erkin davlatlar harakat qo'llangan vaqt yetib keldi deb qarayman. Har qaysi davlatlar bu xiris qilg'uchi davlat Jungoga o'xshash bir taraf qilish usuli qo'llana olmaydi. Her qaysi davlatlarning tadbirlari o'xshash bo'lmaydi. Her bir davlat shuni tushunishi kerakki, Jungo kompartiyasining hujumiga uchraganda avval davlatning bexatarligini qanday qo'g'dishi kerak. Iqtisodning gullanishi va o'zini qo'g'dishayotgan g'oyani qanday qo'g'dishi kerak. Lekin men barliq davlatlarga murojaat qilamanki, Amerikaning usul choralarini o'rganishdan boshlab Jungo kompartiyasi va uning bilan o'xshash xarakterda bo'lmagan hukmronlar bilan o'zaro manfaat yetkazishga amal qilib, oshkorlikni va mas'uliyatni saqlashda ching turishi lozim. Bular intayin oddiy va eng kuchli o'lchamdir. Bular intayin oddiy va eng kuchli o'lchamdir. Uzundan beri biz ikki tarafning berib kelishiga Jungolikning muqom belgilab berishiga yo'l qo'ydik. Uzundan beri biz yana Amerika Jungo o'rtasidagi berib kelishlarga Jungolikning muqom belgilab berishiga yo'l qo'ydik. Endi bundan keyin bundaq ish yuz bermaydi. Erken devletlerime birdek muqam belgilab elishimiz lazım. Belki o'xshash bo'lgan boshqarish taktikasiga amal qilishimiz lazım. Biz birlikda bir chegara sezib olishimiz kerak. Jungoning sodlashishiga, til yog'lamaligiga, aldam xaltlarga herkes yo'l qo'ymasligimiz lazım. Dervaqa bu Amerikaning yaqindagi ish harakatidir. Biz Jungoning Janubiy dengizdagi qonunsizligini nihoyat tez, balki keskin rad qildik. Ko'pchilik xuddi har qaysi davlatlarni 5-avlod internet texnikasi bo'yicha pokiz davlat bo'lishga da'vat qilgandek. Hamda o'lchamni navbatda biz belgilaymiz. Diqqat vatandosh. Endi o'lchamni navbatda biz belgilaymiz. Endi o'lchamni navbatda Amerika belgilaydi. Amerika xalqi belgilaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati belgilaydi. Biz belgilaymiz. Haqiqatan ba'zi davlatlar o'rnidan dast turib, biz bilan bir safda tura olmadi. Hiç bo'lmaganda hozirgacha shundoq bo'ldi.
bizning NATO tashkilotimizga a'zo davlatlardan biri Hong Kongning erkinligi uchun ko'krak kirib, o'ttirg'a chiqolmadi. Çünkü ular Beijing hükümeti ularning Jungoning bozoriga kirishini cheklaydi deb qo'rqdi. Bunda qo'rqinchoqlik azaldan tortib xalqqa ziyon zahmat elib kelgan. Biz o'tmishdagi xatoliklarimizni takrorlamasligimiz lozim. Jungodan kelayotgan tahdidga taqobil turishda demokratik siyosiy hokimiyatda birdek tirishchanlik ko'rsatishga mayli Yevropada bo'lsin yoki Afrikada yoki Latin Amerikasida bo'lsin, bo'libmi endi Tinch okeani rayonidagi davlatlar Jungo tahdidiga taqobil turishda birdek tirishchanlik ko'rsatishi lozim. Agar biz hozir harakat qo'llanmasak, undaqda kunlarning birida Jungo Kompartiyasi bizning erkinligimizga tajovuz qilib, erkin jamiyat turg'izib chiqqan qonun bilan boshqarish tartiblarini og'dirdi. Agar biz tizbikib yo'l qo'ydigan bo'lsak, bizning avlodlarimiz Jungo Kompartiyasining qosh-qopiqiga qarab kun o'tkazadigan bo'lib qoladi. Bu bir parça müşahede to'xtaylik vatandaşlar. Devamını anlayış hürmetli vatandaş.